Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Qozog'iston tomoni blackoutda O'zbekistonni aybladi. Oldin chetga, keyin xalqqa. 2021-yilda mashina eksporti keskin oshdi. To'xtamurod Azizov og'ir judolikka uchradi. Tojik-qirg'iz chegarasidagi mojaro. 11 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilindi. Surxondaryoda ommaviy mushtlashuv sodir bo'lgani aytilmoqda. Tojik-qirg'iz chegarasidagi otishma sababini o'rganish boshlandi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Oldin chetga, keyin xalqqa. 2021-yilda mashina eksporti keskin oshdi. O'zbekistonda 2021-yil yengil avtomobil eksporti 10.401 ga oshdi. Bu Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 2021-yilda O'zbekiston 10 ta davlatga qiymati 281.8 million AQSh dollariga teng bo'lgan 28.952 ta yengil avtomobil eksport qilgan. Yengil avtomobil eksporti 2020-yilga nisbatan solishtirganda 10.401 ga oshgan. To'xtamurod Azizov og'ir judolikka uchradi. Do'stlik ordeni sohibi, aktyor, so'z ustasi To'xtamurod Azizovning rafiqasi vafot etdi. Bu haqda Kino arboblar ijodiy uyushmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, To'xtamurod Azizov shu kungacha ko'plab film va seriallarda suratga tushgan. Aktyor Qutqaring sevib qoldim, To'qlikka sho'xlik 2, Janob Xoddokchi, Tundan tonggacha 2 kabi filmlarda rol ijro etgan. Ayni vaqtda To'xtamurod Azizov yor ko'rsatuvi boshlovchilaridan biri. Jamoamiz nomidan chuqur hamdardlik bildiramiz. Tojik-qirg'iz chegarasidagi mojaro. 11 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilindi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi mojaro tufayli Batken viloyatining chegara hududlaridan 11 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilindi. Bu haqda Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar bergan. Ta'kidlanishicha, hozirda ulardan 10.4 ming nafari xavfsiz hududlarda, 642 nafari vaqtinchalik joylarda joylashgan. Shuningdek, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Tojikiston bilan chegaradagi vaziyatni nazoratda ushlab turishni va mojaro tinch yo'l bilan hal etishga umid bildirishni aytgan. Tojik-qirg'iz chegarasida o't ochish to'xtatildi. Bir kun avval qurolli to'qnashuv yuz bergan Tojik-qirg'iz chegarasi hududida otishma Tojikistonning So'g'd viloyati rahbari va Qirg'izistonning Batken viloyati gubernatori o'rtasidagi muzokaralardan so'ng to'xtatildi. Bu haqda So'g'd viloyati rahbari matbuot xizmati xabar qildi. So'g'd viloyati rahbari Rajabboy Ahmadzoda va Qirg'iziston Batken viloyati gubernatori Abdukarim Alimbayev o'rtasida muzokaralar chog'ida o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishildi. Yo'llar ochiq, qo'shinlar chiqildi. Qo'shma komissiya 28-yanvar kuni ertalab tergovni boshlaydi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, yarador va halok bo'lganlar bo'yicha yakuniy ma'lumotlar aniqlanmoqda. Mojaro tomonlari o'rtasida muzokaralar bugun 28-yanvar kuni huquq-tartibot idoralari vakillari va chegaradosh viloyatlar raislari ishtirokida davom etadi. Tojik-qirg'iz chegarasidagi otishma sababini o'rganish boshlandi. Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatining Isfara shahri hududida Tojikiston va Qirg'iziston vakolatli organlari vakillari uchrashuv o'tkazdi. Tomonlar ikki respublika chegarasidagi yuzaga kelgan mojaro sabablarini o'rganmoqda. Bu haqda Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari matbuot markazining bayonotida aytildi. Hozirda Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegarasidagi vaziyat barqaror. Ikki tomonning tegishli tuzilmalardan iborat qo'shma komissiya chegaradagi mojaroning sabablari va omillarini o'rganmoqda. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Tojik-qirg'iz chegarasida kecha 27-yanvar kuni boshlangan qurolli to'qnashuvda 2 kishi halok bo'lgani va 10 nafar odam yaralangani haqida xabar bergan. Qozog'iston tomoni blackoutda O'zbekistonni aybladi. Qozog'iston joriy yilning 25-yanvar kuni Markaziy Osiyoning yagona elektr tarmog'ida kuzatilgan yirik uzilishga O'zbekistondagi IESda yuz bergan qisqa tutashuvni sabab qilib ko'rsatmoqda. Qozog'iston elektr tarmoqlarini boshqarish kompaniyasi boshqaruvi raisining o'rinbosari Bahitjon Jaziqbayevga ko'ra, Sirdaryo IESda avariya yuz berib, stansiyaning 4 ta energetika blogi ishdan chiqqan. Shu Qozog'iston energetika tizimidagi yukning oshishiga olib kelgan. Qayd etilishicha, O'zbekiston va Qirg'izistonning energetika tizimlari to'liq ishdan chiqqan. Barcha elektr stansiyalari va iste'molchilar ta'minoti to'xtatilgan. O'zbekiston energetika tizimida uzilgan yuklanish taxminan 9600, iste'molning 100%, Qirg'izistonda 2600, iste'molning 100%ni tashkil etgan. Shuningdek, Qozog'iston va yagona elektr energiyasi tizimida elektr energiyasi taqchilligi bilan bog'liq vaziyat saqlanib qolayotganligini ma'lum qildi.
Surxondaryoda ommaviy mushtlashuv sodir bo'lgani aytilmoqda. Viloyat ichki ishlar bo'limi holat bo'yicha ma'lumot berdi. Joriy yilning 27-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatidagi tog'li hudud mahallalaridan birida ommaviy mushtlashuv sodir bo'lgani aytilmoqda. Qayd etilishicha, 2021-yilning 19-dekabr kuni taxminan soat 15:00 da Denov tumani Ushor mahallasida yashovchi fuqarolar bilan qarindoshlari o'rtasida oldindan davom etib kelayotgan yer masalasida kelishmovchiliklar bo'lganligi sababli bir fuqaro qo'shnisi bilan o'zaro tortishib qolib, bir-birlarini haqoratlab tan jarohatlari yetkazishgan. Ushbu holat yuzasidan Denov tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilib, 2022-yil 11-yanvar kuni huquqbuzarlarga tegishli chora ko'rish uchun ma'muriy tartibda Denov tuman sudiga yuborilgan. O'zbekistondagi xalqaro aeroportlarda samolyotlar harakatini tasvirga olishga ruxsat berildi. 26-yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining aviaspottingni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida qarori qabul qilindi. O'zbekiston Aeroports matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur hujjatda mamlakatning ijobiy imijini shakllantirish va sayyohlik salohiyatini oshirish, mahalliy aeroportlar va aviakompaniyalarni tan olishga qaratilgan qator chora-tadbirlar nazarda tutilgan. Hukumat qaroriga ko'ra 2022-yil 1-mayga qadar respublikaning barcha xalqaro aeroportlari hududida aviaspotting uchun ixtisoslashtirilgan joylar paydo bo'ladi. Shuningdek, 1-mayga qadar xalqaro aeroportlarga tutash hududlarda havo kemalarini suratga olishni xohlovchilar uchun barcha zarur infratuzilmaga ega tomosha maydonchalari quriladi. O'tgan yilning 22-oktyabr kuni O'zbekiston tarixidagi ilk rasmiy spottingni o'tkazganimizda 3 oydan keyin aviatsiyaga mehr qo'ygan insonlar uchun vaziyat bu qadar keskin o'zgarishni tasavvur qilish qiyin edi. Ilgari ularga aviaportdan kilometr uzoqlikda turish va samolyotlarni suratga olish taqiqlangan bo'lsa, endi aeroportlar o'z eshiklarini ochib, do'stona munosabatda bo'lishadi. O'zbekistonda aviaspotterlarni yuqori darajada qo'llab-quvvatlanayotganligidan juda xursandman. Hamma mamlakatlarda ham qonunchilik bazasida bunday hujjatlar mavjud emas. Bu mamlakat imiji va turizmini rivojlantirish uchun juda katta qadamdir. Ushbu muhim hujjatni ishlab chiqishda O'zbekiston Aeroports kompaniyasi ham o'z hissasini qo'shganidan boshim ko'kka yetdi. Endi bizning vazifamiz boshqa idoralar bilan hukumat qarorida belgilangan barcha ishlarni birgalikda amalga oshirishdan iborat, dedi O'zbekiston Aeroports boshqaruv raisi Ra'no Jo'rayeva. Bundan tashqari, hujjat bilan 2022-yilning 1-mayidan boshlab har chorakda mahalliy havaskorlar va professional aerodromchilar uchun mavsumiy musobaqalar, shuningdek, xorijiy aviasportchilar ishtirokidagi yillik musobaqalar o'tkaziladi. Yoshlar uchun ochiq eshiklar kuni va mamlakat xalqaro aeroportlariga ekskursiyalar tashkil etish rejalashtirilgan. Shuningdek, O'zbekiston Aeroports kompaniyasiga Mudofaa vazirligi va Toshkent shahar hokimligi bilan birgalikda O'zbekiston Milliy aviatsiya muzeyini tashkil etish masalasini ham ishlab chiqishda